Assalomu alaykum, meni kuzatayotgan aziz muxlislarim. Bugun sizlarga ajoyib qora zira haqida so'zlab bermoqchiman. Qora zira nafaqat taomlarga lazzat qo'shadi, balki tanamizga juda ko'p foydali xususiyatlarga ega. Uni muntazam iste'mol qilish orqali sog'lig'ingizni mustahkamlashingiz va tanangizni tetiklashtirishingiz mumkin. Qora zirani ichishning foydalari: hazmni yaxshilaydi, oshqozonchak faoliyatini normallashtiradi va ovqatni tez hazm qilishga yordam beradi. Metabolizmni tezlashtiradi, tanadagi yog'larni energiyaga aylantirishni rag'batlantiradi, bu esa ortiqcha vaznni kamaytirishga yordam beradi. Immunitetni mustahkamlaydi, tana infeksiyalarga va kasalliklarga qarshi kurashish qobiliyatini oshiradi. Qon aylanishini yaxshilaydi, qon bosimini normallashtiradi va yurak faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Toksinlardan tozalaydi, ichaklarni tozalab, tana sog'lig'ini yaxshilaydi. Saharlarga juda foydali, tongda och qoringa ichish orqali tanangiz ertalab energiya bilan to'lib, kunni tetik boshlashga yordam beradi. Qora zirani qanday ichish kerak? Bir piyola qaynagan suvga kichkina qoshiq qora zira soling. Uni taxminan 1 soat tindirib qo'ying, shunda barcha foydali xususiyatlari suvga chiqadi. Tayyor bo'lgan ichimlikni och qoringa iching, ayniqsa saharlarda iste'mol qilish eng foydali hisoblanadi.